Chunchilarda unchilar aylanadi navatqa. Ger chunchiga kelsiniz, tatlıqa chiqadi tavoq. Oy, ümit var ben şunda terappalla bu şiirini desem kaynını rast düşürəldiniz bir sınaydı. Deyme mağ dep qoymasınız. Xoş qadrli görürmen dostlar, körüp atqınыңlar Şinjan Erdil yemekli xuruşlarını bazara salgan Şinjan Berdes Xalqara Soçaklık şirketi alaydı qollagan Aşpaz geldi programımızdan Tatlıqlar Dünyası seyitçisi men riyasetçi dostlarla Gülgin Atırson. Ben riyasetçi dostlarla Ümit var Mahmut. Xoşunda olsa bugün bana çünce tatlıqlarını aldı kep turibdimiz. Bu çünce degan nima gap bilamsiz? Chuncha degan gap, uncha degan. Ay, chuncha degan gap, masalan, turpalarga qildi. Bu ash yo'l uzumni qurtadigan, qism to'ldir va öyle. Voy, deb qo'ydim, bilmay shuni men başlanışdılar. Chunchilarda, unchilarda ash chunchining ichidagi pishmishni uzumning unchiga o'xshatdim. Endi siz kaynini aylanadi navabqa dedim. Siz endi mushu hozirgi bizdan tushuntirmoqchi bo'lgan chunchiga kelsiniz. Sizlar tavoqqa to'g'ridan deb shundan bir keldi ish qilib da umid bor. Aytamda o'tamiz. Rahmat. Bo'ldi, qadrli ko'rurmanlar, bugun bizningki ziyoratda bo'lmoqchi bo'lgan o'rnimiz mushu Urumchi Minhua yo'li, ya'ni Chungwangjiayuanning qishig'i joylashgan Chunchi tatliqlari dunyosi shunaqa. Unda qo'shib bugun yana qanday tatliqlarni ichishni o'rganamiz, qanday tatliqlarni tetamiz. Kichikroq birlikda taqaylik. Mana qadrli ko'rurman do'stlar, Chuncha tatliqlari do'koniga kirdik. Kiribli bizning ko'zimizni ish qilib har xillar yangi sotib turiblar, bahamashtirib. Yo'q qo'yatgan. Og'zimizga seriq suvlarni kelib turibdi ya. Endi har bir yana o'ziga tushliqni alanib bo'lgan o'xshash bu Chuncha pishiriqlar do'konimi, nihoyatda ko'rkamligi, onamsiga pokizligi, odam bir xil o'zi baxshi ato qildi. Kiriblam ishlayim ichilib ketdi. Yapmayın geldik Chuncha. Xo'sh, undaqdan deb bugun shu Chuncha tatliqlarining mas'uli bizga qaysi xil tortni yasashni o'rgatgan oldi bilan o'zini og'zidan bir anglab boqqan bo'lsak, salmozni bir yo'llab o'tgach ko'rmanlar. Ko'rmanlar yaxshimisizlar? Men Chunchining mas'uli ismim Gulbostan. Bugun qarqat tortini o'rgatmoqchi. Qarqat torti. To'g'ri. Unda bo'lsa, obayning og'zida ham shu kirib boqsang nurg'ulg'an turlari jiq o'xshaydi. Taxminan hamdayliqi qanday turlardan necha xil turga. Bilib olaylik demek. Bizning do'konda shu bolk turi, pechimpiran turi, pishiriq turi, tort turi, har xil tort turlari, tug'ilgan kun tortlari bo'lib, jami 80 necha turlik narsa bor. Yana davomli qitirishib ilgarilayapmiz, yangi qitishyapmiz. Unda bo'lsa bugungi mush qarqat tort dedingiz, qarqat tortning birinchi bosqichini boshlab ketamiz. Oldi bilan. Mushdan sizlar tushundim. Material. Buningda avval qum shakar, anandan keyin tuxum, un, sumay, mavo, qatiq, qarqat. Bu narsalar nayt ayıldım tepildigan qulaylik, oddiy bir tort bu. Uyda qandaq odam bo'lsam, uyda narsalar bo'lsa qila oladigan oddiy bir tort. Aldı bilan mush aparatimizga tuxumni, anandan keyin qum shakarni, ardilning shakari, qum shakarni birlashtirib silib ko'ptirib olamiz. Programmamizningki tatliqlar dunyosini alayda qo'llagan Erdil markasidagi yemekli qurishlarni bozorga solgan Şinjan Berdes Xalqaro Soçaklık şirketiga alayda rahmatimizni aytamiz. Şinjan Berdes Soçaklık şirketining Xinhua Janubiy yo'liga joylashgan Erdil yemekli qurishlari do'koni a'lo mulozimati va sifatlik mahsulotlar bilan har millat xalqining yemekli qurishlariga bo'lgan talabini bejandonlik bilan qondirib kelmoqda.
yemeklikka ishlatadigan har xil a'lo sifatli qaymoqlar, shokoladlar, un, may, tetutqu va har xil yemeklik xurishlarining turlari to'liq bo'lib qolmay, tort pishiriq va yemeklik tayyorlashda ishlatadigan har xil shakldagi qilib va uskuna asboblarni to'ptiliq. Yemeklik xurishlari setib olishdagi oldin tanlashingiz Erdil yemeklik xurishlari do'koni. Erdil. Unda qolsa boshda qumshika bilan tuxumni tepib olamiz. Shunday oldim. To'rttal tuxumning oqseriqini ishlab tuxumdan shakar qanchalik? Shakar 200 gram shakar. 200 gram shakar. Demak, hozir biz shu shakar bilan tuxumni aralashtirib, to'liq holatda aralashtirib 200 gram shakar bilan 4 tal tuxum. 4 tal tuxumni shunday holatga kesib bo'ldi. O'shalat qilib bilib, anandikan buningga sumay bilan qetiqni aralashtirib. Sumay bilan qetiqni. Sumaydan qanchalik? Sumaydan 70 gram deb birsa, hozir 140 gram chunki biz chiqin qilyapmiz emasmi? Anandikan 60 gram qetiq. 60 gram. Rahmat. 30 gram. Ha. Gulbusonada endi siz shu kasbni qilayotgan qancha vaqt bo'ldi? Bu kasbga kirganimga yangi bo'lgan bilan endi buning bo'lgan ishtiyoqim 20 yillar bo'ldi desam, hozir qilmaydi. Siz naq shu kasbni qilayotgan qancha bo'ldi? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Lekin 20 yil ulsabsizda bu kasbga. Shuna desam, lab ketmasam ish qilib. O'zim yoqtirdim, men burundan do'kon ochmagan bilan uyda qildim. Keyin endi fursat pishib bitilgashga yechib qoldim degandek do'kon. Әмін әсін селіп толық аралаштырып болдық шынағы, аралаштырып болдық. Бұның қойық сұйыққаны бір көз төтемді көрілмәді. Әмін шында қалады кәсі болды. Бақ қойық оқы. Омаштек чүн, омаштек сұйықырақ омаштек. Әй, үміт бар ескілдіңіз ме ке? Бұныңғы ешқаны тәбді етіш құрышларын самындық. Самындық. Бәк тәбді. Сумай қитып. Демек бұл интайын бір тәбі. Үйді лан мейлі үйді шоқыстан. Тешінің тортын қойса қыланды. Болды, болды. Çıktı ıspanak çıktı ya. Hem de bunun tüpü karkatını hazır sağlamda. Hazırlamsa bıraklam pişirdim. Mətə pişqanda salamda. Bunun işte halığın nisbətdə işte qoysaq buldu üstüge. Tayyor bo'ldi amsa buni lasib salamdiq. Buni duxovka Odatda duxovka solgan ishlar umidvorning ishida. Ma'qul. Gradusi 160 ta 160 bo'ldi. Gradusi asti o'xshash 160 ta 160 bo'ldi. 160. 25 minutdan beri yarim soat atrofida qaravaraq pishiramiz endi. 你好，我是那个曲妮切甜品店旁边思雨化妆品店的张慧。我隔壁他们家这个甜饼特别好吃，从他们家开业以后啊，我一个星期最少要买4、5次。还有我还经常给我们的顾客呀，还给我们的同事朋友给推荐。还有就是过年过节的，我们也经常也买上也送礼品，挺好吃的。 Hoşmada qarqat tortimizni tayyor bo'ldi ya. Qarmoq qilish shunda qarating ko'pishim shunda yaxshi, shunda bir oddiy lekin oddiylik ichida naytdi bir ahamiyat bor deb jumlalar. Ko'pchilik bir narsa yo'qolib ketdimi? Ko'pgandan keyin ishchi ketdi. Unda xulosa tetib qolganda men bir o'z qo'lim bilan kesgan. Vau. Yumshoq pishirgan. Yumshoq. Mana qarqatdan chiqdi ya. Ne yaprak? Mayli. Aldırma, aldırma. Aldırak ketib barmayman. Mana qaranglar. Qarqatlari ichiga tushib, buningki tarlik bir to'ltibdi-da bu. Bizim şu hammadan. O'zing tan bo'lsin. Odamlar ko'ngli faqat tegmaydi ekan birinchidan. Ikkinchidan, men yumshoqni yaxshi ko'rdim. Men qattiqroq pecheniga qaraganda yumshoqroqni yaxshi ko'raman-chi. Eris kirgan ko'proq eriklik ekan. Ham davlat tilida ruko deb qaraymiz-da bu. Mana bunun töbeği çaşqınımız neymi o? Yo'q, taom bo'yicha 10 shakar. 10 shakar. Ha, 10 shakar seçib qo'ydim. Sen chiroyli o'tirdik ana. Boyatimi dedik, chuncha tatliqlari do'konninki hozir qadar chiqarayotgan pishiriqlari shu 80 qildan ortiq. Ko'rmani ko'rib. Çok nasıl bu çeşit tatlından? Şu mino demek ki.
Turun çıktıdık, endi kiripni biz bir necha xilni sizga demaylik ketib oldik, ana qo'yadi, shunday umid boshqalar o'g'irliqcha. Endi lekin o'g'irliqcha yeganmi toza, o'g'ilib toza tez yeyishgan odamni toza tetib bo'lamdi qilgan. G'arb hayoti bajiliqi odamga birli yoki ta'min bilganda. Bizmi shu kirib tez yeb ta'min bilaman qoldik. Shuna umid borni biz tuzib olganlar qarab endi mumkin bo'lsa shularning bir tetib bo'ldi qilganlar, bir şey asmos. Mana. Vau. Çoğun balık namay durayım. Bu tofu okşamı. Ha, tofu, süpi tofu. Qaranglar tizlishim shunda radlik shunda chiroyli. Endi hozir endi mesela tug'ilgan kundaymiz ba'zi bir oilaga yetkazishdan sirtmi shunda to'y to'ykundan pishiriqlarni qilamiz. Qilyapmiz, to'y to'ykundan qilyapmiz. Nechoqniyakim qilyapgan ammo yeching mezgilda to'xtab qoldi. To'y to'ykundagi cho'ngchaylarga hozir endi bo'shanlarda kichik tipdagi yig'ilishlarni ta'minlayapmiz. Demak, endi xonim qizlarniki shundaq to'y to'ykun va yoki yig'ilishlardagi so'rovlarda pechin praniklariga ehtiyoj bo'lsa, sizlar o'zingizlar berib tiz berasizlar yoki tiz beramiz, talab qilsanglar. Demak, noiti yaxshi bo'lgan esil tamdek pishiriqlarga ega bo'lishdan sirt yana mulozimatlarni bahramand bo'la olamizga. Shunda endi mayli tasdiq turumlar bo'lsin, mayli Gulbusadimizning mijozi bo'lsin. Pek ig'ra mijoziga kirgandilla biz shunday bir yaxshilar. Bo'ldi. Deydi. Jiddiyleştim. Nasıl şey ciddileşme biz için bir şey bilemiyorum. Bu ne aslında şu ya bu aslında bu kirganda Gulbusadimni jiddiyleşishni pasaytimiz kirganda maqsad kirsak bo'lib ketsa. Bu deylarmi ketishmaymiz. To'g'ri. Bir narsani olaylik. Gözlerimnin qarasi yüreğimin parası hayatımga soğasan bu akşamda belgisi gözlerimin qarasi yüreğimin parası hayatımga soğasan bu akşamdır belgisi altınım sen kızgınım ben koyaştım şamaldım altınım sen kızgınım ben koyaştım hatta çünçedim altınım sen Rahmet. Gulbusadimni shunday bir astoydil ekanchu, bayotimni anglab o'tdik. Shu do'konni ichish uchun o'zining ishtiyoqini necha yil endi sharoitni pishib to'ldiribdi. Demak, shu har bir pishiriq tushunchadan chiqqan har bir pishiriqmi shunday ajr ketgan. Hargizmi qo'lning ustiga qilinmagan shundami? Shu bir tortni yasash uchun bo'lsa-mu, obiyatni yolg'iz biz necha qilib so'ragan, "Qanday pishdimi? Bo'ldimi?" "Yo'q, vaqti bor, qo'lmi" dedi. Shundan de astoydillik bilan chiqadi. Demak, har bir xaridorga o'zining qilayotgan ishiga ham o'zining qo'lidan pishib chiqqan mushu tatliqlarga nisbatan mushtaq astoydil. Demak, endi bu yerdagi har bir tatliqlar, mahsulotlar cho'qim ko'rilmalarga yaraydi deb o'ylayman. Men amma bir narsa qo'yib qoldim. Bu tushuncha ajoyib tushuncha. Do'konlar o'xshaydi, tortlar shuncha. Kafelik işte. Shundan 5 yil kirgandimi shu yer bilan kirganda programmaga. Tortlar shuncha. Jala so'ralashtirdim. Toza qilishtirib Aqlashtirib o'tiramiz. Program aqlashtirib davom ettiramiz. Xo'sh, shunday qadrli ko'ruvchilar do'stlar, bugungi Oshpaz keldi programmamizning tatliqlar dunyo saytisiga o'rnashtirilgan mazmunlar vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Ko'rmalarimizni bizning bu programni ko'rgandan keyin ailəsinin bu tortlarga o'xshash tatliq bo'lishini, ijod inoq bo'lishini umid qilamiz. Ko'rmanlarimiz, ona xuddi bugungi programmamizning bu mazmunlarni mushada oxirlashdi. Dilak soni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.